Ayol oila boshlig'i bo'lishi to'g'rimi? Shubhasiz noto'g'ri. Oiladagi hukmronlik va sarf-xarajatlar erkakni bo'ynida. Oilaviy hayot bu kurash maydoni emas. Oilaviy turmushda har kim o'z vazifasini bajarishi va mukammal tarzda ado etishi lozim. Va mana shundagina oila deb atalmish mustahkam qo'rg'onni ikki kishi o'z qo'llari bilan qurishadi. Afsuski, ba'zi bir ayollar erkakni bo'ysundirish uchun har xil yo'llar bilan erkakni erkini cheklash, o'z fikrini o'tkazishga harakat qilishadi va bu juda noto'g'ri. Erkak kishini siz jasur, o'ziga ishongan bo'lishini xohlasangiz, avvalambor erkakni o'zingizga suyanadigan qilib qo'ymang. Erkaklik vazifalarini uni o'ziga tashlang. Ana o'shanda oiladagi jarayonlarda har kim o'z vazifasini bajarayotgan bo'ladi. Erkak oilada hukmron. Demak, erkakka suyanchiq bo'lishingiz, ya'ni maslahatchi bo'lishingiz mumkin, lekin erkaklik vazifalarini olish kerak degani emas. Bernard Shaw aytganidek, ayol erkakning soyasidir. Soyaning ishi ergashishdir, boshqarish emas. Sahifamga obuna bo'lishni